Shundoq dedi qulluq qilib, gapni qo'yib joyiga, yangi zamon shun bolasi, yangi zamon boyiga. Qoshingizga yana keldim. Quloq soling boyota. Sidqi dildan xizmat qilay. Ishga oling boyota. Fazilatim ko'pdir, yana aybimni ham aytganman. Lekin endi yangi zamon. Men yolg'ondan qaytganman. Chunki endi yolg'onni hech aybgina deb bo'lmaydi. Aldaganni balo urmas, aldangan ham o'lmaydi. Shart emas shu bo'lish. Yolg'on bugun osondir. Gazet to'la, kitob to'la, majlis to'la yolg'ondir. Innay keyin demay turing. Quloq soling boyota. Sidqi dildan xizmat etay. Ishga oling boyota. 10 kishilik mehnat qilib, parcha nonga to'yaman. Bir aybim bor. Har zamon rost gapirib qo'yaman. Boyotaning jahli chiqdi. Dedi: "Ko'nglim zormidi? Yolg'oningga chidab edim. Rost gaping ham bormidi? Yo'qol! Seni ishga olsam, xonavayron bo'laman. Yolg'oningdan omon qoldim. Rost gapingdan o'laman." G'azab bilan hassasini qo'lga oldi boyota. Yangi zamon shun bolasin quvib soldi boyota.